5-6 yil muqaddam mamlakatimizda dasturchilar soni sanoqli darajada edi. Frilanser tushunchasi esa mutlaqo yot so'zlar qatorida turar edi. Bugun esa yurtimiz yoshlari bu yo'nalishda mahalliy bozorni to'laligicha egallab, xalqaro maydon sari dadil odimlashmoqda. IT bugun va kelajak ekanini, har bir soha rivoji u bilan chambarchas bog'liqligini mamlakat yoshlari to'laligicha idrok etib bo'lishdi. Bunda esa davlat rahbarining bevosita ko'magi muhim omil vazifasini o'tayapti. Bugungi kunda Buxoro viloyatida 65 ta IT park rezidenti faoliyat yuritmoqda. Shundan 16 tasi eksportchi, 22 tasi ta'lim yo'nalishida, 27 tasi esa mahalliy axborot texnologiyalari xizmatlarini ko'rsatmoqda. Bu raqamlarning o'ziyoq Buxoroda IT sohasiga talab va qiziqish kun sayin ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda viloyatimiz umumta'lim maktablarining 26 ming nafardan ortiq o'quvchilari Uzbek Coders Uz portalidan ro'yxatdan o'tib, zamonaviy dasturlash tillarini o'rganib kelishmoqda. Yil yakuniga qadar 35 ming nafardan ortiq o'quvchilar mazkur platformadan bepul kurslardan o'qib sertifikatlarni qo'lga kiritishlari rejalashtirilmoqda. Umuman olganda prezidentimiz yaratib berayotgan sharoitlar sabab o'quvchilarimiz zamonaviy kasblarni egallab bormoqda. Bundan tashqari viloyatda IT sohasini rivojlantirish maqsadida maktablarning 18 ming nafar yuqori sinf o'quvchilari va yoshlar 1 million dasturchi loyihasi doirasida onlayn o'quv kurslarida ishtirok etishi, 3 ming nafar yoshlar ingliz, nemis va boshqa xorijiy tillarda tahsil olishi hamda IT kurslarda o'qitilishi, 20 ta yangi IT kompaniya tashkil etilib, jami IT park rezidentlar soni 80 taga yetkazilishi rejalashtirilgan. Platformaga kirib, onlayn video darslik ko'rib o'rganganmiz. Mana shu darslikdan o'rganib turib, biz shu natijaga kelganmiz. Yangi bilimlarni o'rganib boryapmiz. Internetlardan, turli xil platformalardan do'stlar orttirib, o'sha yerdan o'rganib boryapmiz. Biz Amerikadan, Hindistondan buyurtma olib ishlaganmiz. Birinchi daromadimiz o'zi aslida $5 boshlangan. Shu jamoa berib qilganmiz. O'sha $5 to'plaganimizdan keyin bu sohaga juda ham qiziqishimiz juda ham katta bo'ldi-da. Shu natijaga erishib, mana $500 gacha bitta proyektimiz, $500, animatsiya qilsak $600, $1000 shunchagacha daromad etamiz. Raqamli iqtisodiyot va ilg'or texnologiyalar sari yo'lga qo'yilgan bu dadil qadamlar esa yurtimizning ravnaqi va kelajak taraqqiyotining mustahkam poydevori bo'lishiga shubha yo'q. Jondor tumanidagi 18-son umumiy o'rta ta'lim maktabi informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi Mahfuza Voisova ham bugun o'qituvchilarga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Ustozning shogirdlari ham shunga munosib tarzda o'z yutuqlari bilan quvontirmoqda. Dasturlash bo'yicha bir qancha respublika ko'rik tanlovlarida ishtirok etgan 9-sinf o'quvchisi Javohir Zokirov ham bugun informatika va axborot texnologiyalarini puxta o'rganayotgan yoshlardan. 21-asr bu texnologiyalar asri. Hozirgi kunda informatika va axborot texnologiyalari faniga bo'lgan munosabat juda ham o'zgargan. Chunki IT sohasi jadal rivojlanib borayotgan sohalardan biridir. Ushbu o'quvchim yaratgan web maketda siz biron bir mamlakatga bormoqchisiz. O'sha mamlakatga borgandan keyin o'sha mamlakatda biron bir mehmonxonada turmoqchisiz. O'sha mehmonxona haqida ma'lumot, u mehmonxonaning tarixi, qay manzilda joylashganligi, xavfsizligi, qanday reyslar borligi barchasi web maketda mujassamlashgan. O'quvchilarimiz orasida o'zi mustaqil frilanserlik qiladigan o'quvchilarimiz ham bor. Shulardan biri Vahobov Nodir, 11-sinf o'quvchimiz, mana shu youtuberlarda adminlik qiladi. O'zi bemalol pul topib ishlay oladi. O'zi bemalol mustaqil daromad topa oladi va o'z xarajatlarini bemalol qoplay oladi. Ushbu yo'nalishda mukammal ilm o'rganib, darsdan bo'sh paytlarda dasturchilik ortidan daromad topayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Ana shunday o'g'il-qizlardan biri shu maktabning 11-sinf o'quvchisi Nodir Vahobov. Men ayni paytda 11-sinfda o'qiyman va IT sohasiga qiziqaman. IT sohasida men frilanserlik yo'nalishini tanlaganman va bunga sabab Voisova Mahfuza Akmalovna bo'lganlar, mening ustozim. Frilanserlikda internetlarda, har xil brauzerlarda yoki saytlarda pul topishni tushunaman men. Men aynan YouTube platformasida pul topaman va
youtuberlarga preview, video montaj yoki adminlik ham qilganman, moderator, shunga o'xshash. Bu previewlarni taqiqlashda men o'zimning shaxsiy kompyuterimdan foydalanganman. U previewlarni taqiqlaganiga har bitta taqiqlaganiga pul beradi youtuberlar va adminlikka har oylikka pul beradi. Masalan, meni o'rtacha oyligim $350 va bundan balandroq bo'lishi mumkin. Mijozga yoqishiga qaraydi men taqiqlagan rasmlar, previewlar va montajlar. Shunga qarab haq to'laydi. Kelajakda men shu frilanserlik yo'nalishini davom ettirib, yanada mukammalroq o'zlashtirmoqchiman va dasturchilikka, Python yo'nalishiga ham kirib o'tmoqchiman. Zamonaviy kasblardan biri sanalgan frilanserlik IT sohasiga qiziqqanlar uchun ayni muddao bo'ldi. Mustaqil ravishda o'z vaqti va ish hajmini o'zi belgilab daromad topayotgan yoshlarga rosti havas qilsa arziydi. Nodir Vahobov ayni paytda dasturlash, dizayn, tarjima, yozuvchilik, marketing, video montaj kabi yo'nalishlarda o'z mahoratini oshirib bormoqda. Bu dasturchilikni yaxshi bilish uchun xorijiy tillarni ham mukammalroq bilish kerak. Chunki har xil mijoz bo'ladi, boshqa chet eldan yo boshqa masalan Rossiyadan, AQShdan bo'lishi mumkin. Bular bilan erkin muloqot qilish juda ham muhim. IT sohasini o'zlashtirishim meni boshqa darslardan qoldirmaydi yoki kamroq o'zlashtirishimga xalaqit bermaydi. Ta'lim-tarbiya berishda bor mehrini va mahoratini ayamaydigan ustozlar bor ekan, muvaffaqiyatlar hamisha bo'y ko'rsataveradi. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyat va islohotlarning barchasi bizning maktabimizda ham o'z samarasini beryaptiki, mana shunday talablarga javob bera oladigan yuksak darajadagi bilim va salohiyatga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz va o'quvchilarimiz bor. Xususan maktabimizda milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan anchagina o'qituvchilarimiz faoliyat yuritadilar. Ular haqida ko'plar haqida gapirishim mumkin. Aynan o'sha informatika sohasida, axborot texnologiyalari sohasida bir qancha yutuqlarga erishgan o'qituvchimiz Mahfuza Voisova haqida ham anchagina to'lqinlanib, jo'shib gapirishim mumkin. Xususan u kishi o'sha viloyat miqyosida birinchilardan bo'lib xalqaro sertifikatlardan biriga ega bo'ldilar va yana yaqinda o'sha muddati tugamasdanoq o'sha ikkinchi xalqaro sertifikatga ega bo'ldilar. Shu bilan bir qatorda bir qancha yosh pedagoglarni, informatiklarni yetishtirib chiqayaptiki, men o'ylaymanki, ular kelajakda bir qancha milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'ladilar. Olib borilayotgan islohotlar va berilgan imkoniyatlar sabab umumta'lim maktablarida erishilgan yutuqlar o'quvchilarning bilim darajasining oshishi, kasbiy va ma'naviy rivojlanishi jamoaning birgalikdagi mehnati natijasidir. O'quvchilar fan olimpiadalari, sport musobaqalari, ijodiy tanlovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, maktab obro'sini yanada oshirishga xizmat qilishmoqda. Shu bilan birga o'qituvchilarning zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llashi ta'lim sifatini yuksaltirishga yordam bermoqda. Barcha yutuqlar kelajakda yanada ulkan maqsadlar sari dadil qadam tashlash uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.